Ko'rsat. Ana embrionning holati. Ana datchik sal harakat, teskari. Bu yoqqa qochyaptimi, teskari harakat qildirlaring har doim datchik. Ha, mana. To'xta. Sen hozir chastotani o'zgartirib beraman. Embrion boshqacha ko'rinadi. Mana. Ko'rdingmi? Ha, o'sha mana boshqacha holatda. Ha? Sekin avayla. Sekin. Ko'ryaptimi? Bunaqa ko'rsa ham bo'ladi. Bizdan bunaqa ko'rsa boshqacha ko'rinadi. Hamma apparatda yo'q bu narsa. Sen buni uzoqlashtirsang, nima yana ketib qolsan? Yeysan kaltangni. Yana. Ushlab turgin keladi embrion hozir. Harakati keladi o'zini. Ha, ushlab tur. Ko'rsan, baribir yallig'lanish bor bunda ham. Suvda xiralashish bor. Yurg'iz. Sal qimirlatgin, datchikka mana keladi embrion. Qani? Ha, mana. Mana. Ushla, mana shu tochkaga ushla. Datchikni shu tochkaga ushla. Ha, ko'rsat yuragini. Mana yuragi ham uryapti. Ko'rsat, yana. Ana yuragi. Yana ketib qolding. Mana yuragi. Mana yuragi urib turibdi. Ko'rdingmi? Ana qimirlashini qarang. Qovurg'alarigacha ham ko'rinyapti, umurtqasi, qovurg'asi. Общий mana obzorda hamma narsa chiqyapti. Ko'rding? Mana embrionning holati. Bo'g'inaja bo'g'oz bu. Xudo xolisa 80-85 kunlik bo'g'oz. Embrionning holatini ko'rdik.